Kanada parlamenti Sharq Turkistondan Xitoyning zulmidan qochib chiqqan va chet ellarda Xitoyning besimi ostida turayotgan 10 ming Uyg'ur ko'chmanni qabul qilish loyihasini ma'qulladi. Egilishicha 1 fevral chorshanba kuni parlamentda ovozga qo'yilgan M62 nomli bu loyiha har qaysi partiyalarning qo'llashi bilan birdek ma'qullangan. Kanada Avam palatasi 0 ga qarshi 322 ovoz bilan ma'qullangan loyihada 2024-yildan boshlab 2 yil ichida 10 ming Uyg'urni Kanadaga o'rlashtirish tashabbus qilingan. Ma'lum bo'lishicha, mazkur loyihaning o'tirg'i qo'yilib ma'qullanishida Kanada parlamentining 2021-yil fevralda bir qaror ma'qullab, Xitoyning Uyg'urlarga insoniyatga qarshi jinoyat va irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini qabul qilishi asos bo'lgan. Mazkur qonun loyihasini hokimiyat yurgizayotgan Liberal partiyasining a'zosi Samri Zubri o'tirg'i qo'ygan bo'lib, u loyihaning ma'qullashini tarixiy payt deb atadi. Türkiye Tashqi ishlar ministri Mavlud Çavuşoğlu Xitoy Tashqi ishlar ministri Qin Gang bilan telefonda ko'rishgan. Tashqi ishlar ministrligining bayonotida aytilishicha, Çavuşoğlu Qin Gangning yangi tashqi ishlar ministri bo'lganligini tabriklagan. Suhbat jarayonida ikki taraf siyosiy va iqtisodiy hamkorlik va ikki davlatning ko'p taraflik suhbatidagi munosabati muzokara qilingan bo'lib, Çavuşoğlu Turkiyaning Uyg'urlar to'g'risidagi sezgurligini qarshi tarafga yetkazgan. Amerika yana bir qatim Xitoyni atkazchilik va soxta mahsulot sababli aybladi. Amerika savdo vakili tayyorlagan dokladga qaraganda, Xitoy dunyodagi atkaz va soxta mahsulotlar savdosida birinchi o'rinda turadi ekan. Amerika savdo vakili bu haqda tafsiliy doklad e'lon qilgan bo'lib, Amerika tambojnisida qo'lga tushirgan atkaz mahsulotlarning 75%ning Xitoydan kelganligi o'tirg'i qo'yilgan. Amerika Davlat Mudofaa Ministrligi 5 burchaklik bino yaqinqa bir necha kundan buyon gumonli Xitoy kuzatish sharining Amerika osmonida uchganligini va muhim harbiy o'rinlarga josuslik qilayotgan bo'lishi mumkin deb qarab kuzatayotganligini e'lon qildi. 5 burchaklik bino e'lon qilgan bayonotida sharning axborot to'plash iqtidorining ojiz ekanligi hamda Amerika armiyasining iz qo'g'layotganligi o'tirg'i qo'yildi. Xitoy Shimoliy Atlantik Akti tashkilotining bosh kotibi Stoltenbergning Koreya va Yaponiya ziyorati jarayonida Xitoy haqida qilgan so'zlarini tanqid qildi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Shimoliy Atlantik Akti tashkiloti Yevropaning bexatarligiga ahamiyat berish kerakligini o'tirg'i qo'yib, qalaymaqonchilik urqini boshqa yerga termasligi kerakligini ta'kidladi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Mauning qarallik muxbirlarni kutib olish yig'inida Stoltenbergning Xitoy qoidalarini asos qilgan ochiq va demokratik xalqaro tartibga qarshi mustabid o'qituvchilarni yetaklayotdi degan so'ziga e'tiroz bildirdi.